Dono opa, bilamizki, siz katta bizneslarning egasisiz. Shaxsiy hayot, biznesni qanaqa qilib balansda ushay olasiz? Shaxsiy hayot bilan biznesni balansda ushlash har doim har bitta ayolga qiyin bo'lgan. Menda ham bu narsa qiyin bo'ladi. Vaqti keladi, xodimlaringiz bilan shunaqa situatsiyalar bo'ladiki, oilani unutib qo'yish to'g'ri kelib qoladi. Lekin ayol sifatida ayol kishi o'ta aqlli emas, balki dono ayol pozitsiyasiga o'tib turib, oilangizda, xo'jayiningiz, farzandlaringizga aynan ishxonadagi vaziyatni to'g'ri tushuntirish orqali, men o'zimni qiladigan ishim, vaziyat nima bo'layotgan bo'lsa, shuni to'g'ri tushuntiraman. O'sha vaziyatdan o'tmagunimgacha meni qo'llab-quvvatlab turishligini har doim so'rayman. Shuni sababi bilan keyingi ishlarimda osonroq bo'ladi. Mana shu joygacha kelgan bo'lsam, har doim holatda to'liq bo'lishim va unga yechimni har doim ulardan so'rashim bo'ladi.